Assalomu alaykum hurmatli aka-uka, opa-singillar. Mana kim Ismatga yuk bergan bo'lsa, yuklar mana tarqatilyapti. Har doimgiday Sharituz Moshim bozorida. Bugun 26-may. Do'stlar, kimda kim yuki bo'lsa, kelib olib ketishlaringiz mumkin. Yana kimda kim shu namozgacha yuki bo'lsa, uyimga borsin degan aka-ukalarimiz bo'lsa, Moskvada sira shu nomerga telefon qilingizlar. Namozgacha yana bir reys furamiz bor keladi. Srochno telefon qilingizlar. Sraz yuklaringizni jo'natib beradi. Mana shu yerdan kelib qabul qilib olasizlar. Shartoz, Qabadiyon, Beshkent, Qo'rg'ontepa, Jilikul. Shunday qilib toza qilib olasizlar. Shunday qilib chiroyli qilib keladi. Shu namozgacha, mana shu Qurbon namozigacha yukim borsin desalaringiz, sira telefon qilingizlar. Shunday qilib nasib qilgan bo'lsa, shu namozgacha yuklaringiz keladi. Moskva, Moskovskiy oblast. Buni hozir qaysi koddan qaysi kodga kelgandi so'raymiz. Assalomu alaykum. Qaysi kod kelgan? Qaysigacha? 53 dan to 1140 gacha kelgan. S53 dan 1140 gacha kelgan. Ha. Nasibsa qolganlar bir ikkinchi. Qolganlari namozgacha yana keladi, Qurbon namozigacha. Nima deymiz aka-ukalarga? Nima deymiz aka-ukalar? Shu Qurbon namozigacha yuklaringiz bo'lsa, srochno bo'lsa, jo'nasin, gazini bo'lsin. Ay maka. Adashga bo'lsin. Aman qarang. Ekranda turgan nomer shu. Ismatning nomeri, telefon qilaverasizlar. Telefonda javob bermasa, значит bilingizlar juk olayotgan bo'ladi. O'zlaringizga qaytib chiqadi. Agar savol tashlab qo'ysalaringiz, xabar tashlab o'zlaringizga qaytib chiqadi. Arzon narxda borib olib keladi. Salomat bo'lingizlar. Ey, haloqa oy topsa.